Toshkentdan chiqadigan bo'lsa, etik laboratoriya bu narsaga javob bera olmaydi. Bu narsa qilib bera olmaydi. Mana bu turgan narsalar kichkina yashilchalar turibdi og'zini oldida. Bu haligi gulchang yig'uvchi idishlar. O'sha anaqadan Meksika chegarasidan boshlab to borishadi kanal chegarasigacha. Kimda allergiya bo'ladi, kimda reaksiya berib olish ehtimollar juda katta. Shu ona asalari sutini ham u onar emas, ana ishcharli anaqa yaratadi. Noto'g'ri qo'yadigan bo'lsa, juda opasmigan tochkalar ham bor. Shunaqa. Yomon bir anaqa bordi, nima haligi askiya bordi. Bozorda ikkita odam urushib qoladi-da. Keyin nima haligi uzri aytadi, bittasi aytadiki, "Ya deydi, sani xotin deydi, nima deydi, yomon deydi, iflos xotin deydi." Hali hayron bo'lib qoladi, tushunmadim deydi. Keyin odam sekin janjal turganda sekin tarqab boshladi. "Ammo o'zi umuman o'ylanmaganman-ku" desa, endi farqi nima deydi. Da. Tushunasizmi? O'zi gapirib bo'ldi. Gapirib bo'ldi. Siz endi men o'ysa oqlayman, o'ylanmaganman. Yo'qsa xotin unaqa emas deb, u farqi yo'q. Chunki hamma aytadi, "Ana uni xotini yaxshi ekan" deydi. Shunaqa. Bu mana shunaqa nima haligi nüanslarimiz bor. Endi mana bu o'tgan narsalar bo'yicha kelgan bo'lsa, bu narsani aytishingiz kerak. Asalarichiga xayrixoh odamlar juda ko'p. Bittasi mana shu hozir turgan joyingizga shifoxona, ana shu nima haligi bolalar tiklanish markazi juda katta nimada rahmat aytamizda, tashakkur bildiramiz bularga. Shunchalik bizani nimada sharoitni tushunib, ruxsat berib mana shu turishimizga. Bu yerga ulardan o'tgan narsa aniq qo'yib qo'yish ish emas edi bizani. Albatta chetga olib chiqsa yaxshi bo'lardi, faqat bu narsa borki, mana bu yerda tadqiqot ishlari ketyapti. Hozir ketayotgani o'sha asalarini qo'shimcha boqish orqali buni nima deylik, samaradorligini oshirish. Oshirish bo'lyapti-da, endi bu qilinayotgan ishlarni doimiy ravishda nima deyligi natijasini analiz qilish kerak. Lekin hamma laboratoriyalar o'zlari Toshkentga joylashgan. Toshkentdan chiqadigan bo'lsa, etik laboratoriya bu narsaga javob bera olmaydi. Bu narsa qilib bera olmaydi. Ular bersak, ular Toshkentga boshqa Toshkentga kelish kerak. Mana shu turgan uchun majburmiz. Bu bitta oziqa masalasi bo'lsa, ikkinchi bo'layotgan narsa boy aytgandek, bizani nima deylik, ishimiz mavsumiy. Mana asalarichilikda nima deylik, misol uchun mana bizga uchun ham asaldan ham ko'proq arini ko'paytirib sotish foydaliroq. Men chetdan asallar olib kelib, zot olib kelib, hali ko'paytirib sotganim uchun men o'sha arini o'zini sotish menga foydaliroq, o'sha menga qiziqroq. Mana bu yerdan foydalangan narsa o'sha mavsumiylik. Asallar oilasida 3 xil ari bo'ladi. Ona ari bo'ladi, erkak ari bo'ladi, ishchi ari bo'ladi. Endi eng qizig'i hamma ishni mana shu ishchi ari qiladi. Ishchi ari qiladi, lekin 40 kun yashaydi. Faqat kuzda, hali oxiriga tuxumdan chiqqan arilar bahorgacha yashaydi. Qo'y hammasi 40-42 kunda ana qiladi. Ko'pini o'sha o'lib o'rniga almashib ketadi. Erkak ari u shunaqaki, agar yangi ona ari paydo bo'lsa, mana shuni urchitadi, shunga buni funksiyasi tugaydi. Bu ham hech narsa qilmaydi. Faqat ovqat yeydi. Ovqat yeydi, endi to'g'ri, uni o'ziga yarasha bir nima haligi holatga kelib turib, hali kasallikdan yig'adi, boshqa qiladi, qanaqadir nima haligi uyanishli temperaturaliga nima haligi ta'sir ko'rsatadi. No, lekin nima haligi misol uchun menga asallar sifatida menga hech narsa bermaydi. Oilaga bo'lganimda primo menga nima bevosita menga berilgan anaqasi mahsuloti yo'q u narsani. Uchinchisi ona ari. Ona arini qiladigan ishi bu faqat tuxum qo'yish. Bo'ldi. Bu da hatto o'zi ovqatini ta'minlamaydi. Uni o'sha ishchi ari boqish kerak. Bu tuxum qo'ygandan keyin mana bu haligi boyatdiki ona asalari suti. Shu ona asalari sutini ham u ona ari emas, ana ishcharli anaqa yaratadi. Endi bizga mana shu narsaga oila yaratish uchun bizga erkak ari kerak bo'ladi bahorda. Nima deylik, ona arimiz bor, erkak ari kerak bo'lish uchun uni yetishtirish kerak. Ishchi ari misol uchun 3 haftada chiqadi. 20 kun inda, 20 kun tashqarida ishlaydi, shu bilan o't faoliyatini tugatadi, o'tadi. Ona ari nima edi? Tuxumini olib ekadigan bo'lsak, biz 16-17 kunda o'sha arida chiqadi, uzoqimdan 25-26 kunda tuxumga kirib, o'sha yangi oilani tashlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Agar qachonki erkak ari bo'lsa. Erkak ari bo'lsa, bu 28 kunda tuxumdan chiqadi o'zi. Yana bu nima? Erkak sifatida o'z faoliyatini bajarish uchun unga yana bir nima deylik 2 hafta vaqt kerak bo'ladi. O'sha 40 kun bo'lib ketyapti. Agar bahorda shu erkak arining chiqishini kutadigan bo'lsak, bizlar bu nima yangi oila tashkil qiladigan davrimizni bu mart oxirida turilib ketib qolyapti. Amaliyotda qilingan narsa, aytilmaydi, mikroklimat bor, temperatura bor, oziqa berilyapti.
o'sha kerakli vitamin berilyapti-da, biza o'sha nima haligi marti boshiga erkaklarga ega bo'lamiz. Xuddi Surxondaryoda bo'tgan narsa biz shu Toshkent o'zida qilamiz. O'zi asalarini xususiyatlari, o'sha mahsulotlarini gapirdingiz. Ularning xususiyatlari haqida ham bir aytib bering. Yana nimasi bo'ladi? Mana asalari bo'yicha juda ko'p narsa yozilgan, bu hadislarda aytilgan, Qur'onda kelgan deyshadi. Mana nima edi haligi xalq tabiatini oladigan bo'lsangiz, ko'p kasallar shu asallar orqali bo'ladi. Oddiy narsa, bekson narsa emas. Hammamiz bo'lgan narsa. Agar uyda qonimiz yoshib og'rib qolsa, qonimizga o'shmalik kinin ustiga ana qo'yishgan. Asal qo'yib boylab qo'yishgan. Hamma sohada. Agar shamollab boshlansa, darrov asal berishgan. Tomoq og'rig'i bo'lsa, asal boylab qo'yishgan. Ochiq gapda. Shamollasa ko'krak yuziga, mana orqamizga asallarni qilishgan. Eng qiziq narsa asal qo'yadi, nima deydi, kechqurun qo'ysa, ertalabgacha hech narsa qolmaydi. Ishlatsa ham boshqa tozaligan bildirgan narsadan bittasi-da. Keyin bu faqat asal o'zini aytamiz. Lekin nima deydi, asalni boshqa anaqalaridan nima deydi, xususiyatdan tashqari bu asallarida yana boshqa narsalar bor. Misol uchun propolis bor. Asal shirasi deydi, nima deydi, bu nima deydi, mana zumnoy pastangizda o'sha propolis bo'ladi. Bu og'iz bo'shligingizdagi, tishlaringizdagi o'sha mikroblarni o'ldirishga profil ishlatilgan narsa. Uni yana boshqa narsasi bor. Bu narsani tomoq og'rigan payt agar o'shani nima deydi, chimsangiz, tomog'ingizni aniq qilmaydi, haligi o'sha shamollashlarni, yog'lanishlarni davolaydi, infeksiyalarni yo'q qiladi. Agar tish og'rigan paytda ham shimtirgan bo'lsangiz, tish og'rig'ingizni qoldiradi. Endi mana oshqozon ichi kasalliklar bor, har xil yaralar, yazvalar bor. Bilasiz, mana qo'lingiz kesilsa, siz yod zilinka surasiz. Nima uchun? Tuzalishi uchun. Siz birinchi marta o'sha yarani obro'tga qilasiz-da, infeksiyani o'ldirib, o'sha yerda nima haligi nima boshqa infeksiyalar ham yengil mikrob bo'lmasligiga himoyalash uchun qo'llaniladi. Xuddi funksiyani ishingizga kirganda anaqa nima o'sha nima propolis qiladi. Misol sizda ochiq nima yazva bo'lishi mumkin. Agar o'shanga tegsa, siz mana achchiq narsa yeysiz, shuni siz achishadi, boshqa qiladi, hali o'zidan aytadi. Achchiq yema, uni yeganingizdan keyin u nima qiladi? Bu o'sha yarani obro'tga o'tadi, propolis. Ikkinchi qotgan narsa shu organizmingizni majbur qiladi o'zidan shirali chiqazib, o'sha yarani anaqa qilishga, nima, ustini qobuq qilib qoplashga. To есть blokirovka. Ma'lum muddat aytasizki, mana shu propolisni o'sha ichganni, boshqa qilganni, mani yazvalarim yo'q bo'lib ketdi. Yo'q, yazva yo'q ketgani yo'q. Bu faqat blokirovka bo'ldi. Endi sizni hali shu narsangizni ham, ashunasizni ham o'tgan paytda orqali anaqa qilmaydi. Razdражать qilmaydi. Unga tegib sizni anaqa qilmaydi, nima deydi, bezovta qilmaydi. Siz bilmaysiz bu narsalarni. Keyin nima deydi, propolis ko'p ishlatilgan narsalar yana bittasi har xil nima deydi, tunnellar bo'ladigan mana zamburlar, gribok deymiz. Shu yerda ishlatiladi. Boshqa sohada ishlangan narsalar bor. Undan tashqari mana asallarida nima deydi, mana o'tirgan narsalar kichkina yashilchalar turibdi og'zining oldida. Bu haligi gulchang yig'uvchi idishlar. Shu orqali gulchang yig'iladi. Bu vitaminlar. Mana shu vitaminlar nima haligi ari oilasi yig'ilib kelishining sababi ona ari mana shunga qarab baho beradi oila holati. Tak, nima deydi, mana oziqa bor. Bu nima deydi, yangi qo'yilayotgan tuxumlarga, avlodga zapas bor. Nima, vitamin bormi, yo'qmi? Bu nima deydi, to'la qonli, nima deydi, sog'lom bo'lib yaradan yo'qmi? Sharoit. Ana shu narsa juda katta narsa, juda foydali narsa. Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Mana o'tgan yil men Hindistonga borgan paytimda nima deydi, haligi bordik, выставкаga borgandik aprel oyida. Nima edi? Mana shu kelganlar ko'rsatdim. Asal ko'ryapti. Asal bizda ham bor, boshqa aytdi. Yo'q, men Sali aka ko'rsatgan narsani hamkorlik qilaylik. Masalan, shu rivojlanib ishlaylik deb olib kelgan narsam. Ular endi tushundiki, hali bu asalni taklif qilyapti. Aytdim, asalim senga taklif qilayotganim yo'q. Asalim o'zimda qimmat. O'zimga yetmaydi. Men boshqa taklif qilmadim, endi gulchangi ham bor. Shunda bitta odam, o'sha nimada Hindiston savdo vaziri kelgan paytda shu odam keldi-da, hali asali ko'rdi, aytdiki, yon turganlarga mana bu asal olib kelib, u asal taklif qilyapti. Sizlar nima taklif qilyapsiz? Aytdim, yo'q, janob ministr deb. Men sizga asal taklif qilayotganim yo'q. Men hamkorlik ishlayapman. Chunki mana shu bizda asallarlarni kelib chiqishi bu anaqadan bo'lgan. Nima deylik, Hindistondan kelgan. Nimaga sizlar yangi ari yaratmayapsizlar? Mana shuni men hamkorlik qilib keldim. Bu qiziq men anaqa tegmay ekandi. Keyin men Gulchagaga shunday bersam, ungacha hech kim tushungani yo'q edi endi. Bu nima qilib deydi. U qo'lman shu kafini ochdi. Shunday hisob berganimdan keyin hozir hech narsa gapirganim yo'q. Hamma nima tushuntirib olsa gapirganim yo'q. Hozir tashaddi, yon turgan o'zini mo'niga aytibdi. Bilasanmi, men xodimni yeganimni. U yo'q. Menda hozir vitamin yedim. Bu tabiiy vitamin. Afsuski bizda asallari,
asalari mahsulotini yeyish madaniyati juda past. Mana shu o'rganishimiz kerak edi. Shunaqa. Lekin yaxshi tema ko'tarishayotgan ekanda, bitta mana shu odam gapirib ketdi. Ungacha o'sha asalaridan so'rasam, u aytdi, biz yeymaymiz, bizga kerak emas deydi. Yo'qsa meni boshqa bir narsa bor. Bu aytgan asalari zaharimiz. U nima edi, haligi sho'bash narsa. U juda ko'p kasallikka davo. Bu nima edi, asosiy funksiyasi mana shu har xil mazza suramiz-da badanga. Shu mazza surgan paytingizda buni funksiyasi nimadan iborat mazza? O'sha yerda hali gliserin bilan o'sha zahar bo'ladi qizdirish uchun. Asalari zaharida minilin degan modda bor, u mana shu tegan joyida suyigacha teshib boradi. O'sha istolin yetkazib boradi. Mana shu xususiyatga ega bo'lgan narsalar. Men o'zim shaxsan bilaman, Toshkent shahrida adashmasam 4 ta 5 ta imенно shu asalari zahri bilan davolaydigan klinikalar. Men o'zim borganda hayron qoldim. Grija masalan yoki uch shoxli nerv. Ular unaqa kasal bo'lish uchun odam ancha narsani o'tkazish kerak edi o'zidan. Imенно mana masalan o'sha uch shoxli nervda juda ko'p nima deydi, shamollagan bo'lish kerak. Imенно o'sha bilan davolashar ekanda. Operatsiya davolamagan narsalarni zahri bilan ham davolashga hozir o'sha imkoniyatlar chiqqan ekan. Men o'zim juda ham hayron qolgan edim. O'sha aytganingizdek kuchli immunomodulyator hisobiga nervlar ham tiklanar ekan shu darajada. Nerv tiklanadi, yerda asosiy o'tgan narsa o'sha o'tgan narsa haligi og'riqni qoldiradi, organizm o'zini ishlashga majbur qiladi. Men siz aytgan narsangizni bir narsa aytishim kerak. Oxir paytda shu apiterapiya bo'yicha juda ko'payib ketdi bizda. Ko'p joyda taklif qilishyapti. Buni xavfli terapiya ham bor. Xavfli terapiya ham bor. Bu asalda ham bor narsa. Kimda allergiya bo'ladi, kimda reaksiya berib olish ehtimollar juda katta. Keyin bitta narsa bor, mana odamning tanasida o'sha nima deyiladi, xalq tibbiyotida ishlatilgan narsa, men bu Ukrainada bo'lgan paytda gaplashib ko'rganimda ekan narsa 9000 dan oshiq tochka bor ekan. Shunaqa tochkalar borki, mana bosh og'riqni qoldirish uchun bittasi mana barmoq uchida bo'lsa, ikkinchisi mana oyoq ustida bo'lsa, o'sha tochkalarda 9000 ta tochka bor ekan. Ana o'sha narsani agar noto'g'ri qo'yadigan bo'lsangiz, juda opasniy bo'lgan tochkalar ham bor. Shunaqa. Shuning uchun bizlar ko'pchilik boradi, hali belim og'riyapti, chunki belni ikki chetiga qo'yishadi, o'sha yaqin ham qo'shmaydi, chunki biladi. Agar noto'g'ri qo'yib qo'ysa, nerv tegib ketsa, biladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Nima edi, men tavsiya qilardimki, o'sha borayotgan paytda oldin bilinglar, har qatda shu odam tibbiy bilimga egami, malakasi bormi? Misol uchun men bularni mana bu anaqada Toshkent viloyatida adashmadan yangi bozor bo'lish kerak. Bu odam vaqt Leningrada o'qib kelgan odam bor edi. Hozir o'g'limi, navrat kimdir qilyapti deyapti, men bilmadim unisini. Keyin bilgan narsam anaqada yangi yo'lda bor. Har qatda u o'zi anaqa bo'lgan odam, nima deyiladi, travmatolog bo'lgan odam, o'sha asallarni davolaydi. Bor, yo'q emas. Aytmoqchi bo'lgan narsamki, haligi har xil sharoitdan qo'lga tushib qolmaylik, işte ertaga keyin aytmaylar, haligi asalaridan va ishortini qo'ydi, haligi yaxshi niyati borib turib, keyin asallarni yomon qilib qo'ymaylar. Timur aka, qishloq xo'jaligida umuman asalari yetishtirish bo'yicha ham o'zingiz tajribalaringizdan kelib chiqib bir maslahatlar bersangiz. Bilasizmi, qishloq xo'jaligida nimani olmayin, albatta borilar bir narsaga. U qanaqa o'simlik bo'lishidan qat'iy nazar, u nima deyiladi, shartli ravishda asalarish tomonidan ikkiga bo'linadi. Bu nima deyiladi, changlanadigan o'simliklar bor, changlanmaydiganlar bor. Keyin o'simliklar bor, o'sha changlanadiganlarni nima deyiladi, o'zi bevosita nima deyiladi, changlanish imkoniyatiga ega. Ikkinchisi bor, o'sha nima deyiladi, tashqi muhit, tashqi bir nima deyiladi, subyektlarni ta'sirisiz changlana olmaydigan. Ya'ni o'shalardan bittasi asalari, hasharotlar asalari. Bu nima deydi, o'simliklar changlatadigan nima deydi, bu jonzotlar, hasharotlar bu nima deydi, 20 mingdan ko'p. Просто bular ichida nima deydi, inson tomonidan ko'proq o'rganilganda, ko'proq albatta boshqarish mumkin bo'lgan asallar. Siz uni olib borishingiz, o'rnatib boshqarishingiz mumkin. Siz bu narsani boshqa hojat bilan qila olmasligingiz mumkin-da. Endi bu aniqlangan narsa, даже elementar narsa mana shu nima deydi, grichika deymiz, mana kungaboqar deymiz. Agar asalari o'sha yerda bormasa, uni hosillari juda pasayib ketadi. Asallar borgan joyda o'sha asallarning kuchiga qarab turib, nima deydi, hosildorlik kamida 30% bu yog'i nima deydi, martalagacha ko'payadi. Mana faraz qiling bir narsani, agar mana shu meni kaftim kungaboqari anaqasi bo'ladigan bo'lsa, haligi nima deydi, o'sha boshi bo'ladigan bo'lsa, mana bu birinchi chetliklari anaqa qiladi, gullaydi. Keyin ikkinchisi. Bir qator erkak, bir qator nima urg'ochi anaqa qiladi. Mana bu gulla bo'ldi-da erkakga misol uchun.
urg'ochisi gullaguncha bu qurib bo'ldi. Samopilini bo'lish juda qiyin. Asalari bo'ladigan bo'lsa, mana ikkinchisi bor. U bir kun ochilib qolmaydi hammasi. Mana o'zaro changlash ta'minlab beradi. Xuddi shu narsa grichixada bor. Mana bu anaqa nima, rapsga ko'p olib chiqishadi. Rossiyada, mana Qozog'istonda o'sha asallarni olib borgani uchun pul to'lashadi. O'sha ekinlarga olib borib bergan. Ekinga olib borgan deb qo'ygan o'zining normasi bo'yicha kelishilgan holda shartnoma asosida olib borishadi. O'sha asal oilasi, uni kuchi, boshqasi soniga qarab turib kelishilgan narxda pul to'lanadi. Xuddi shu narsalar mana bu nimadaligi bog'dorchilikda. Misol uchun Amerikada keng qo'llanilgan narsa, men ana qildim, juda hayron qoldim birinchi marta eshitganimda. Misol uchun bodomga oldindan zayak berilar ekan. Hali sezon boshlanmasdan oldin aytilar ekan, bizga nimadaligi mana shu o'tgan mavsumga mana shuncha anaqa kerak bo'ladi, asalari kerak bo'ladi, haligi qidirishar ekan. Kim keladi deb. Asalarichilar o'sha Amerika juda katta hudud. O'sha anaqadan Meksika chegarasidan boshlab to borishadi Kanada chegarasigacha. Keyin orqaga qaytishadi. O'sha anaqasi nimadaligi zaiflarni yig'ib, ularni qidirishi da nimadaligi sezoniga qarab turib, borib changlatib boradi, yana orqaga qaytadi. U asalan yig'adi, nimadalik plan ishlaydi. Ya'ni bizda tushuncha to'g'ri bo'lish uchun asallarchilik o'zi ikki xil. Turg'un asallarchilik, demak asallar shuni qo'ygan joyida shu turadi, shu Xudoning bergani, bor, yo'g'i yo'q. Ikkinchisi ko'chmanchi. Bu beto'xtov ko'chib, anaqa nimadalik o'sha nektar bergan o'simliklar gullashga qarab turib, asallarchi ko'chib yurib, faoliyat amalga oshiradi. Mana shu ko'chmanchi borib yuradiganlar o'sha nimada yurishi orqali juda katta ish qiladi-yu, kimning ko'ziga ko'rinadi, kimning ko'ziga ko'rinmaydi. U qidiradi. Izlanuvchi odam. Va erta-bahor bog'dan boshlaydi. Ketidan bedani qidiradi. Ketidan nimadaligi tabiatdagi yovvoyi o'simliklarni qidira boshlaydi. Qatta oqqurak, qatta yantoq, qatta qattadir. Misol uchun nimadaligi qizilmiya, qatta o'shani ketdi yuradi. U bilan u anaqa o'tgan narsasi nimadaligi o'shani o'simliklarni changlanishi, o'zidan avlod va nasl qoldirishi, keyingisi nimadaligi reproduksiya qayta chiqishiga nimadaligi sababchi bo'ladi. O'zi bilmagan holda. Boshida aytganda nimada mana bir xodima unutdim kim aytganini, agar asallari bo'lmaganda biz nimada 4 yil ham yashamas ekanmiz. Ibn Sino aytmaganmi? Yo'q, bir anaqa bir kimdir aytgan bor, shu nimaligi to'yishdan sababi nimadaligi asalari bo'lmaganda shu boshqa hasharotlar tomon changlanishi, asallar changlanishiga anaqa nimada ta'minlab bera olmas. Mana shu o'zini kichkina tomorqasi bor, shu asalarichilikni boshlamoqchi bo'lganlar nimadan boshlash kerak o'zi? Birinchi navbatda nimadaligi boshlamoqchi bo'lgan odam oldin nimada o'z sharoitini inobatga olish kerak. Haqiqatda qariy oladimi, ololmaydimi? Uni nimadaligi, bu nimadaligi setganda boshlamoqchi bo'lgan odam bu ko'p hollarda o'zining asosiy faoliyati bor, bu qo'shimcha daromad, qo'shimcha bir nimadaligi bir hobbiga o'xshagan nisbati qariydi, lekin agar asosiy faoliyati bilan o'sha ariga qaraydigan to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, ariga ham o'ziga ham jabr qilib qo'yadi. Asallarda shunaqa narsa bor. Agar asalari oziqasi bo'lsa, tabiatdan o'sha nektar kelib tursa, birov bezovta qilmasa, hech kimning ishi yo'q. Mana hozir oldiga borasiz, anaqa qilyapsiz, uni oziqasi bor, boshqasi bor, tabiatda nimadir qilyapti, ishi bo'layotgani yo'q. Endi faraz qilingki, o'sha paytda oziqa yo'q, nimadaligi ari tiqilib qolgan, siz qarayotganingiz yo'q, bu ari birinchi navbat yaqinlaringizdan boshlaydi. Ertalab siz misol uchun soat 7 ga oilangiz bilan choyga o'tirsangiz, soat 20 choy ichasiz, 7:20 gacha. Shu 7 da asalari keladi, 7:20 da ketadi. Shu dasturxoningizda nima topsa shuni olib ketadi. Chunki unga oziqa kerak. Bizda boya aytganimdek, nimadaligi hamma joyda ham oziqa bemalol emas. Siz turgan joyingizni agar atrofingizda har xil o'simliklar ketma-ketligi, o'sha nektar kelishi uzilmaydigan bo'lsa, miqdor ob'yom yetarli bo'ladi, hajmi yetarli bo'ladigan bo'lsa, u ariga siz nimadaligi siz haftada bir marta qarab qo'ysangiz yetadi. 10 kun bir qilsangiz ham bo'ladi.
bir 4-5 larni qo'yib qo'y. Lekin nima haligi siz bunga qaramaydigan bo'lsangiz, lekin oziqa ba'zi slabiy bo'ladigan bo'lsa, zaif bo'ladigan bo'lsa, bu birinchi navbatda siz oilangizga ta'sir qiladi. Qo'ni-qo'shningizga ta'sir qiladi. Albatta janjalli ish bo'ladi. Qilaman degan odamga lekin juda foydali narsa. Eng asosiy bo'tgan narsasi asalari boqqan paytingizda siz hech qachon gumonga bormaysiz. Hozir beklar narsa emas. Kimga borib so'rasangiz, mana qanday asal ma'mul nima deysansa, bilmadim, tushunmayman, surishtirgan tozamikan deydi. Yo asal toza emas, u tozamikan deganda bu anaqa nima haligi bu haqiqatda tabiiy yig'ilganmi, yo'qsa shakarmi? Bu haligi tozamikan deganning o'zida bu odam o'sha nima gumonga bordi. Bu yuqmaydi bu narsa. Bu yuqmaydi. Agar siz o'zingiz boqadigan bo'lsangiz, siz bilasiz. Siz nima bergansiz? Asallarga shakar hammamiz ham beramiz. Chunki erta bahorda mana daraxtlar gullagan paytda qishda nima haligi bir to'da bo'lib kirgan arilar qishni o'l kichkina deb qo'ygan bo'ladi. Gulchanki vitamin bor. Ona ariyani vitamin bor, faqat kutyapti. Agar haqiqatda nima haligi shira ham kelsa, u tuxum qo'yib hali oilani tiklay boshlaydi. Ona shu payt sirop beramiz. Uni tezroq ko'tarishimiz kerak, kengaytirishimiz kerak. Temol biz nima haligi asallarni sotamiz. Unga men boshqa nisbatan ko'proq berishim kerak bo'ladi. Bu asal uchun keyin alohida anaqa ishlayman. Lekin shu paytda men agar bermaydigan bo'lsam, oila rivojlanmaydi. Yo'qsa arim ko'tarilganda keyin birdan uzilib qolib qaralmay qo'yilsa, nima haligi ari o'sha nima yo ro'yga chiqib qochib ketib qoladi. Hali ko'chaga chiqib ketib qoladi. Yo'qmasa o'sha nima haligi jahlda olib qoladi, oziqa yo'q. Bu oziq qidiradi, kimnigadir anaqa qiladi, jahl qiladi. Kimga jabr qilib qo'yasiz. Demak, eng birinchi shu saqlash ozuqa sharoitiga qarab, avvalo qarash kerak. Asalashlik men iqtisodchiman. Men yo'q joydan kelib qo'yaman. Menga haligi uyushmadan bir ish etishganda shu ishga yordam bergan deyishgan, biznes plan yozishgan. Haligi asalashlik kelib, ana dardimdan keladi, boshqasidan keladi, aytadi. "Mehmon bir kelibsiz, yuring, aylanib keladi, dalaga chiqib bosh keladi." Bir chiqdimda o'zimni qizoytirib bitta yashuv olib keldim. Qo'ydim, 2 haftadan aytdiki, men ko'chib ketaman, anaqa Sirdaryoga olib ketaman arimni. Men olib ketgan keldim arimni. Haligi berib yubordim, keyin sotib oldim. Birinchi meni o'ldirib qo'yganman. O'zimni aybim bilan, haligi yaxshi qara olmaganman. Lekin mana o'shandan keyin qanaqa qiziqishim zo'r bo'ldi, men tashib yuborganim yo'q. Davom etiraman, arimiz bor. Yomon emas. O'zimga yarasha nima haligi obro' e'tiborim bor. Ko'pchilik bilan nima chetdan o'sha asallar olib kelaman har yili. Nima desam bo'ladi? Agar qilaman, astoydil shu ishni qilaman, qo'l uraman degan odam bo'lsa, u nima edi? Baraka topadi, yutqazmaydi. Bo'lmasa sizga murojaat qilsa bo'ladimi tomoshabinlarimiz? Biz siz kontaktlaringizni qo'yamiz o'zimizga. Bemalol. Maslahat so'rash yoki qanaqadir shu mahsulotlar bo'yicha bemalol izohlarga yozib murojaat qilsanglar, biz mutaxassisimiz bilan sizlarni ulab beramiz. Endi Timur aka bir tanishsak bo'ladimi? Yuringlar.